Selam dostlar. Selam. Sizning bilan Sabantoy jurnali ham albatta fan laboratoriyasi. Mening ismim Olsun. Amin Anisa. Biz bugun shayli tajriba yasayapmiz. Onun için bizga shay, toyaqshiqlar, limon kislotasi, temir xloridi ham sovuq saba kerak bo'lacak. Suv endi bizni qaynagan. Shunga ko'ra bu stakanlarga shay solamiz. Do'stlar, bu tajribani uyingizda qabatlagan pishiriqda qaynar suv bilan sizga ulkanlar bo'lishsin. Birinchi etib, biz temir xloridi degan modda istaymiz shayga. Shay qaraldi. Bizning ikkinchi stakanga biz limon kislotasi qo'shib qo'yishamiz. Shay ag'ardi. Agar limon kislotasi ta'siri ostida bizning shay oqardi. Do'stlar, siz bu tajribani uyda qabatlab ko'ra olasiz. Biz sizlar bilan sog'lashamiz. Paka.